Shunaqa davrga kelib qoldikki, insonlar, odamlar o'zini hayotda qolib, boshqalarning hayoti bilan qiziqish ko'payib ketdi. Bu nimadan kelib chiqadi? Birinchidan, o'zimizni his qilmayotganimizdan kelib chiqadi. O'zimizni hayotimizni his qilmayotganimizdan kelib chiqadi. Agar insonni o'zini hayoti qiziqmas bo'lsa yoki qadriyatlarini bilmasa, maqsadlari, fokusi aniq bo'lmasa, birovni hayoti bilan qiziqishni boshlaydi, solishtirish boshlanadi, taqqoslash. Mana shu taqqoslashda yutqiziladi. Taqqoslashda yutqiziladi, chunki noshukurlik hissi kelib chiqaveradi-da. Nimaga unda bor, menda yo'q? Nimaga men ham xuddi shu ish qilaman, menda yo'q? Mana shu narsa kelib chiqaveradi, taqqoslashlar boshlanadi. Bu ish asosan ayol kishilarda bo'ladi. Erkak kishilarda ham bor, ammo asosan ayol kishilarda bo'ladi. O'sha oiladagi ayol kishi o'zini ustida ishlashi kerak deb bilaman. Birov bilan solishtirmasdan o'zini kechagi meni bilan solishtirishga. Faqatgina kechagi inson qanaqa bo'lgan, hozir men nima qilyapman va ertaga nima qila olaman. Men ham o'shunaqa inson bo'lish uchun, qiziqarli, shunaqa boy badavlat inson bo'lish uchun men hozir nima qilyapman? Hozir qanaqa ko'nikmalar hosil qilyapman? Va ertaga shunaqa inson bo'lish uchun yana nima qila olaman degan savollarni berib, harakatini qilsa, bu narsadan chalg'itadi deb o'ylayman. Faqat ustida ishlab, yetuk, ongli ravishda bitta inson bo'lish kerak, shakllanish kerak.